Hurmatli mijozlar, yana bitta narsaga e'tibor berasizlar. Do'konimizga kelsanglar, 2 dan 3 dan qolgan modellarimiz bor. Ularni sizlarga kattaroq ham skidka qilib beramiz. Misol uchun, mana shubamizni ko'rsanglar bo'ladi, kapishonli variant. Uzunligi 110 sm chiqadi. $850 qilib bera olamiz hozirgi paytda. O'zini eski narxi mana $1300 bo'lgan. Shunga o'xshagan yana boshqa modellar ham bor. Bizda yana yangi mollar kelishi davom etyapti. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana bulardan yana повторный bo'lib kelyapti. Mana bulardan kimono yoqalardan. Mana modeli yangi, bundan yo'q edi. Ranglarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, qo'llariga yechiladigan model. Yangiligimiz shuki, hamma sezon o'tayotgan paytda asatga mollariga skidka qilsa, biz yangi kelgan mollarimizga ham skidka qilib beramiz. Kalta modellarga 10%, uzun modellarga 15% gacha skidka qilib beramiz. Bu yoqda yangi mollarimizni akamlar ijod qilyaptilar sizlar uchun. Skidka yili nimaga kam bo'lyapti deb so'rashingiz mumkin. Sababi nimaga desanglar, mana 90 talik mana shu naturalniy shubamizning narxi o'zi $1000 bo'lgan. Shundan 10% chegirib tashlasanglar, $900 ga aylanadi mana shu 90 talik naturalniy shubamiz. Narx-navolari o'zi yaxshi, insof bilan qo'yilgan bizda. Yevromex do'konida kutib qolamiz. Bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi.